oldinlari menga rozvoy rang yarashmaydi deb o'ylardim-da. Lekin hozir shunaqa rozvoy rang yaxshi ko'rib qoldim. Ertalabdan sportga ketaman. LFKga оздоровительный gimnastika. Unga halicha bormagandim. Meni borib ko'rmoqchiman qanaqa bo'lar ekan. Bugun ertalab emas, endi soat 10 bo'ldi. LFKga ketaman. Qanaqa bo'lishini ko'rmoqchi edim. Shunaqa gaplar. OneFit'da ko'p narsalarga hali borib ko'rmadim-da. Yogaga, raqsga bordim. Endi qolgan narsalarga ham bitta-bitta borib ko'rmoqchiman. Hammasini qanaqaligini qo'yib bormoqchiman. Bugun LFKga ketaman. Aytaman qanaqaligini. Lekin OneFit menga rosa yoqdi. Rosa ham anaqa ekan, nima desam ekan, qulay. Zo'r tarafi masalan yoqmay qoladi, orada boshqasiga o'tib ketish mumkin. Zo'r tarafi yoningizga yaqin bo'lgan zallarga chiqish mumkin. Menga Paris yaqin. Shuning uchun ko'proq Parisga chiqaman. Tak, mana Parisga почти yetib kelib qoldim. Shu zallar naqadar menga rosa yoqadi. Hamma o'rinlari вообще zo'r, tozalik zo'r, rosa mehr bilan ishlagan trenerlar bor. Bu yerda men Nastyani taniyman. Anastasiya yogaga kelganimda, Diana вообще молодец. Dilorampaga umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas, chunki o'zini ishini rosa ham yaxshi ko'rib qiladigan inson sifatida hurmat qilaman. Qatortolda bu Paris. Shuni 5-etajida. Hozir siz bilan birga masjidga chiqqanmiz 5-etajiga. Hozir bizning yo'limiz ekan. Tak. To'g'risi ko'chada halicha bunaqa vlog olib yurmagan edim. O'zimga ham g'alati bo'lyapti. Lekin men buni qilgim kelayotgani uchun qilaman. Tak, masjiddan kiramiz. Assalomu alaykum. Lift ketib qoldi. Mayli, necha keyingisida chiqamiz. Olib ko'rsatib qo'yishdi ichlarini. Mana liftdagi narsa menga rosa yoqadi. Ko'pchilikga xayr bermas ekan. Biz esa 5-etajga ko'tarishda davom etamiz. Yetib keldik. Kirib ketamiz. Mana shu Mercedes. Kiramiz. O'tqizora qoldi. Hali shoshlar kerak. Mana tepalarini zo'r qilib yasatishgan. Yangi yilga rosani kuni yasatishyapti. Xo'p. Hozir ichlarini ham bitta obzor qilib beraman. Mana. Bu Anya. Har doim bizga yordam beradi. Bu yerda bizning tanchamiz bo'ladi. Bu yerdan hozir premiershniy ekrani. Yaqin protsess edi. Halisiz, mana qaranglar. Har doim dugonalarni ko'rib qolaman hamma joyda. Lekin ularni ko'rsata olmayman. Yangi yilga shunaqa zo'r qilib yasatib qo'yishibdi. Вообще klassni katta. Mana hozir bunaqa tugadi. Chiqlari. Ana bizda bu turashqa qilib ketadi. Endi uyga. Mana bu raqsim zali, anaqasi zali. Biz chiroyli qilib yasatishibdi hamma joylarni. Ertaga Xudo xolisa raqsga kelaman endi. Inshaalloh. Mana. Biz chiroyli yasatishibdi hamma joylarni. Спасибо, Аня. До свидания вам. Mana. Shunaqa qilib endi uyga.
qilib bugungi trenirovkadan chiqdim. Endi uyga ketdim. Har doim kelgandan keyin настроением zo'r bo'ladi. LPKga birinchi kelishim edi. To'g'ri, orqa spinkalarim og'ridi. Imенно nima deydi, men garbat chiqib qoladi-yu. O'shanaqadagi mo'ljallangan edi. U sekin og'riyotgan yo'q edi, lekin uyda bilinadi. Og'riganda hech qachon to'xtatib qo'yish kerak emas, dalish davom ettirish kerak. O'sha paytda chunki qotib qolgan joylaringiz qimirlaydi, komfort zonadan chiqadi. Shuning uchun og'riq bo'lishi norm. Shunaqa gaplar, mayli, yana qilib beraman, xudo xolisa. Endi tansanim.